Zeynep binti Muhammed aleyhisselam. Hazreti Zeynep isil faziletlik, keng qo'rsoq, sadoqatmanlikning eng go'zal namunasi bir ayol edi. Payg'ambarimiz qiz Zeynepni payg'ambarlik kelishdan burun navri tuqqani Abul As ibn Rabi'ga yotliq qilgan. Payg'ambarimizga vahiy kelib, payg'ambarlik vazifasi berilgandan keyin Zeynep va qarindoshlar iymon aytib, dinga kirgan bo'lsa-mu, yo'ldoshi Abul As uningga: "Dadingizni yolg'on aytdi deb o'ylamayman. Lekin kishilarning mening haqqimda qavmini rasvo qildi, ayolini rozi qilish uchun ota-bobolarining dinidan tandi deyishini xohlamayman" deb iymon aytishni rad qilgan. Bu ish Hazrati Zeynepga ig'ir zarba bo'lgan edi. Badr urushida g'alaba qilgan musulmonlar qo'shini mushriklardan 70 kishini asir olgan bo'lib, Abul Asmu asirlar qatorida edi. Payg'ambar alayhissalom va sahoba kiramlarning o'rtaq maslahatidan keyin asirlarning fidya qarshiligida qo'yib berilish qarori chiqarilgan. Hazreti Zeynep yo'ldoshining qo'yib berilishi uchun onasi Hazrat Xadijaning to'yiga atab hadiya qilgan bulapkisini fidya sifatida avatgan edi. Bulapkini ko'rgan mehribon dada payg'ambarimizning bag'ri qattiq aytishidi va sahobalarga: "Agar muvofiq ko'rsanglar, Abul Asni qo'yib o'tinglar va bulapkini Zeynepga qaytarib beringlar" deydi. Sahobalar buningga ma'qullik bildirishdi va Abul Asni qo'yib o'tib, bulapkini Hazrati Zeynepga qaytarib berdi. Payg'ambar alayhissalom Abul Asni qo'yib o'tishdan burun qizi Zeynepni Madinaga yo'l selib qo'yishni shart qildi. Abul As buningga qo'shilib, Makka qaytib borgandan keyin Hazrati Zeynepni qarindoshi Kanana ibn Rabi orqali Madinaga yo'lga selib qo'ydi. Hazrati Zeynep Makkadan chiqib ketayotganida Xabbar ibn Asvad al-Asadi ismli badbaxt uning oldini to'sib, to'gisini qamchilab o'rkitayotganligi uchun to'gi uni yerga tashlab o'tadi va Hazrati Zeynepning bo'yidan ajrab ketadi. Keyingi mezgilda texchi iymon aytmagan Abul As Shamga berib yongan savdo karvonini boshlab Makkaga qaytayotganida islom qo'shini oldini to'sib, mollarini ilib oladi. Jinin aran ilib qochgan Abul As kechida Hazrati Zeynepning qishig'iga kelib panohlik talab qiladi. Hazrati Zeynep Abul Asni panohiga ostiga olganligini jakarlaydi. Buni masjidda sahobalar bilan o'tirayotganda anglagan suyumli payg'ambarimiz panohiga olganligining inovatlik ekanligini aytadi. Adisi Abul As payg'ambar alayhissalomdan tartib olingan mollarni qaytarib berishini o'tinadi. Payg'ambar alayhissalom mollarini qaytarib berdi. Abul As mollarini elib Makkaga qaytgandan keyin mollarini egilarga tarqatib bergandan keyin iymon aytganligini jakarlab Madinaga hijrat qildi. Abul Asning iymon aytishiga Hazrati Zeynepning va payg'ambarimizning muomalasidan his qilgan islomning keng qo'rsoqligi sabab bo'lgan edi. Shuningdan keyin payg'ambarimiz qiz Zeynepni uningga qaytadan qo'shib qo'ydi. Lekin Hazrati Zeynep yo'ldoshi bilan jam bo'lib 1 yildan keyin vafot bo'lib ketdi. Hazrati Zeynepning vafot bo'lib ketishiga bo'ydan ajrab ketgan sababli kasal tortib, shu kasaldan saqlay olmaganligi sabab bo'lgan.